Bu eng katta pastkashlik, odam eng nozik nuqtasi. Xo'p, soxta homiladorlik deganingizga esimga tushib ketdi. Soxta homiladorlik bu, masalan, ayol kishida homiladorlikka xos belgilar. Hayz kechikadi, ko'ngli ayniydi, qusadi, tezda ham chiqishi mumkin, qorni ham shishishi mumkin. Shunaqa holat bo'lgan ikkita bemorim 2 yil oldin, 1 oy oralig'ida endi ketma-ket telefon bo'lib turibdi. Xo'p, ularda homiladorlikka harakat qilganmiz, lekin homiladorlik bo'lmaydigan holat edi. Keyin eko qilasiz deb tavsiya berib jo'natganmiz. Endi ekoga borgungacha ular shunaqa protsesslar qilganki, shunaqa tabib chiqibdi yoki tabibmi, qanaqadir o'qiydigan ayolmi chiqibdi dedilar. Xo'p, bordim. Qornimga qo'lini qo'yadi-da, duo o'qiyapti dedi. Duo o'qib, shu bilan sen homiladorsan. Bundan keyin doktorga ham bormaysan, boshqa ham qilmaysan. Shu bilan seni hayzing kelmaydi, keyin 9 oyda ichida tug'ib olasan deb aytgan. Telefon qildim, "Namun opa, hayzim kelmayapti. Ko'nglim ham aynayapti, qusyapman ham." Shunaqa dedi. "Ha" dedim. Keyin rosa ko'pchilik effekt ko'rganlar ko'p ekan dedi. Ko'pchilik o'tiradi dedi. "Ha, xo'p" dedim. "Shu effekt ko'rganlaringizni aytdim. Shu effekt ko'rganlaringizni dedim. Mabodo har safar bir xil odamlar emasmi?" desam, "Ha, shunaqa. Endi foyda ko'rganlarda har safar kelib ko'rinar ekanda" dedi. "Artist emasmikan mabodo" dedim. "Tabibdi. Anosini oshiradiganlar emasmikan" dedim. "Qarang" dedim. Keyin bo'ldi, keyin shu bilan vaqt o'tib, masalan 2 oy o'tadi, 3 oy o'tadi, baribir ikkalasi ham hayz keldi. Homiladorlik yo'q. Shunchaki ular aldangan. Bilaman, juda ularda homiladorlik tabiiy bo'lmaydi. Eko qilish kerak. Endi bu narsani nima demoqchiman? Bolaga zor, tirnoqqa zor bo'lgan odamdan foydalanish xolos bu narsa.